Do'zax bilan jannatning yopiq ekan eshigi, bor ekan bir ko'rishga gilos tayin teshigi. Shayton o'ziga moyil insonlarni birma-bir o'sha ikki teshikdan qaratarkan mug'ombir. Jannatning eshigidan qarab ko'rib bir kishi debdi: "Ichma, chakma, voy, pok yur, qiyin ekan-ku ishi." Do'zaxni teshigidan qarab debdi: "Yo Xudo, bu yerda pul, ayollar, boylik, shon, kayf, safo, men izlagan hayot shu" deb eshikdan kiribdi. Kirsa olov, voyidod, ilon, chayon chiqibdi. "Dod!" debdi urib tepib chiqolmasdan eshikdan. "Men boshqacha hayotni ko'rgandim-ku teshikdan." Shayton debdi: "Tanlading, to'paloning nimasi? Sen ko'rgan narsa edi do'zaxning reklamasi." Voydod, unda jannatda ko'rgan zahmatlar nima? U vasvasam jannatga qarshi anti reklama. Rohatga qiziqtirib do'zaxga chaqiraman. Mehnat deya qo'rqitib jannatni yashiraman. Ana, marhabo Karimova.